musofirlar bor, musofirlarning mushkullarini oson qilgin, safarlarni bexatar qilgin. Bu Ramazon oxirgisi bo'lmasin. Bu xatmi Qur'onlar oxirgisi bo'lmasin. Ramazonga mehmonmiz degan gapni ko'p gapiramiz. Biz Ramazonga mehmonmiz. Ramazon kelasi yil keladi, lekin bu Ramazonga yetgan odam kelasi yil bormi, yo'qmi? Takror Ramazonning shukuhidan bahramand bo'lishni nasib etgin. Parvardigor, sendan so'ramaganimizni berding, iymon ne'matini berding, islom ne'matini berding. Endi bitta o'kinchimiz bor, bitta so'raydiganimiz bor. Sendan jannatingni so'raymiz, jannatdan benasib qilmagin. Jannat rohatini so'raymiz, rohatingdan benasib qilmagin. Jamolingni so'raymiz, jamolingdan benasib qilmagin. Adolat taroziga amallarimiz qo'yilganda yolg'iz o'zimizni tashab qo'ymagin. Aziz qilgin, xor qilmagin, ustun qilgin, ostin qilmagin. Suhbatlarda sobit qadam bo'lib borishni nasib etgin. Allohu akbar.